Bismillah. Assalomu alaykum o'rtoqlar. Nurafshon shahri, ya'ni Ma'rifat MFIdan, Xonariq ko'chasidan sizlarga 7,5 sotuvli, xudo xolasa, kadastrlar hamma narsasi joyida, mana shu xonadonni topib qo'ydik. Xullas, kadastrlari yangi hammasi. Bemalol notariusga olib, nomingizga o'tkazib oladigan hamma narsalarni tayyor qilib qo'yishgan, xudo xolasa. Mana 7,5 sotuvli. Mana kadastrlar hamma narsasi joyida. Bemalol nomingizga rasmiylashtirib o'tkazib olsangiz bo'ladi. Xullas, Nurafshon sentriga 200 metr mana shu ko'cha bilan chiqib, kirib kelsangiz bo'ladi. Xullas, sizlar esa bitta like deb bosib, qizartirib qo'yinglar, sizlarga hammasini obzor qilib tushuntirib beraman. Nurafshon shahri, Ma'rifat MFI, Xonariq ko'chasidamiz hozir. Mana akalar, ko'rayotgan uyingizni fasadi. Chegara mana masjidgacha, bu tomonda ariq bor. Mana Nurafshon sentrdan 200 metr o'sha bankning oldidan kirib kelarmidi aka? Milliy taomlar oldidan mana shu 200 metrdan kirib kelamiz. Hozir uni ham videosini qo'yaman. Mana Nurafshonning sentr joyi, bu yoq tomonda Dunyo milliy taomlari. Mana shu yo'lda ichkarisida shu 200 metr kirib ketamiz ichkariga. Mana davlat xizmatlari markazi ham bor bu yoqda. Xullas, Nurafshonning sentr joylari. Ko'rayotgan bo'lsanglar, Nurafshon Aloqa bank. Xullas, mana shu joydan 200 metr ichkari kirganimizda o'sha xonadon. Qarang, bu yoqda ariq bor. Ya'ni suvlardan, o'sha narsalardan muammo emas. Kommunalka, internetlar ham yaxshi ishlaydi bu yerda. Mana ko'rasiz, ariqlarda suvlar to'lib oqib yotibdi, mana ko'rasiz. Suv VIP. Mana shu Uglovoydagi xonadon. Mana bu tomondan ham ko'rsating. Mana ko'rasiz. Qarang. Mana shu xonadon. Xudo xolasa, olgan odam ham, sotgan odam ham baraka topsin inshaalloh. Sizlar esa like deb bosib, qo'llab-quvvatlab tursanglar, hammasini ko'rsatib boraman. Xullas, uyda narxini 65 ming so'rashyapti, yana kami bor, o'tib beradigan joylari bor. Ana bismillah. Ketdik. Bismillah, mana uyda kiraverish. Qarang. Kranlarda suvlar oqib turibdi aka. Mana. Uyda fasadi. Mana kiraverish. Bu yoq tomonda o'sha yana kladovka qilib qo'yishgan ekan, hojatxona, kladovka, tashqaridagi hojatxonalar o'sha yerda ekan. Mana. Bu yoqdan 2 xona qilib qo'yishgan ekan, buni ham buz tashlashibdi, lekin kadastrda bor ekan bu. Mana ko'ryapsiz. Xudo xolasa, yaxshi odam olsa xursand bo'lib beraman deyishyapti. Inshaalloh mana shu joy sizga nasib qilsin. Qarang. Nurafshon shahrining sentr joylari. Xudo xolasa, o'zingiz kelsangiz yaxshi chiroyli qilib qarab olasiz. Mana uyda ichkarisini tanishtirishni boshlaymiz. Bismillah. Mana kiraverishingiz. Mana bu yog'i kuxnya mana. Xudo xolasa. Mana bunisi mana dalizni ko'rasiz. Koridordan kirdik. Bu yoqda spalniy ekan mana. Mana spalniy xonasi. Mana bu narsaning nomi nima? Shu kommentariyada yozib yuboringlar. Topkinga xudo xolasa bir 50 ming so'm puli bor. Xullas, internet, kommunalka hamma narsasi yaxshi ekan. To'g'rida yana bitta xona. Bu har devor pechkasi bor ekan, ham sanuzel mana. Ko'ryapsiz. Uyda ichida mana. Bu yog'i mana zal. Bir xona zal ekan bu tomon. Bu yog'i yana bitta xona, detskiy xona ekan. Umumiy 5 xona. Xudo xolasa, olgan odam ham, sotgan odam ham baraka topsin inshaalloh. Mana yaxshi xonadon. Ko'ryapsiz. Xonalar hammasi pol ekan. Internet, ya'ni kommunalkalar hamma narsa yaxshi. Mana mashqga tapchan qilib qo'ysangiz ham bo'ladi mana. Shu joy yaxshi. Xudo xolasa, olgan odam ham
baraka topsin. Mana kadastr qo'limda. Mana shu joylar. Xo'p, endi hozir videoni to'xtatib turib, keyin pauzasini o'sha Nurafshon sentrdan boshlaymiz. O'sha joydan ham ko'rsatib ketaman. Yo'lga qanaqa kirib kelishlari, yo'lga qanchalik yaqin. Sentr joyda joylashgan, ya'ni Nurafshon sentriga 200 metr oralig'ida, xudo xolasa. Gaz, suv, internet, kommunalka hammasi yaxshi aka bu yerda. Hammasi yaxshi joylar. Xudo xolasa olgan odam baraka topadi. Mana kadastr dokumentlari hammasi qo'limda. Bemalol savdoyingizni qilib, barakangizni qilsanglar bo'ladi. 65 mingga xudo xolasa yetishyapti. Yana bu etilgan narxga albatta sotilmaydi. Bu o'tib berishadi. Ancha yaxshi o'tib berishadi xudo xolasa. Mana shu joylar. Xudo xolasa savdoyingizni qilib, barakangizni qilib oling. 65 ming deyishyapti. Endi kommentariyada yozib ketinglar. Qanchaga qo'ysa arzirdi. Negativlar ham bo'ladi endi, to'g'ri. Kimdirlar 10 ming ham deb yuborishadi. Mayli, xo'p. Mana ko'rasiz ko'chasini. Ko'chasi ham fayzli, yaxshi joylardan. Xudo xolasa Nurafshonni kelajagi bor, ancha rivojlanadigan, xudo xolasa Nurafshon City bo'ladigan joylar. Xudo xolasa yaxshi joy. Inshaalloh olgan odam baraka topadi. Mana shu joy. Siz esa bitta like bosib qo'yinglar, pastda egalar raqami bemalol murojaat qilib, savdolashib baraka qilinglar. Ash ko'rib turgan xonadon sizga nasib qilsin.